أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Xo'sh, endi bugun kelgan darsimiz bo'lsa, Alloh taologa hamd Rasululloh o'tirib bo'lgandan keyin bugun kelgan darsimiz bo'lsa, İmamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn İsmail al-Bukhari rahimahullah yazgan Jami'ul Musnad as-Sahih namliq Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan bu muqaddas kitobning Kitabul İman degan bo'limida ketyapmiz va babun as-salatu minal iman degan bobda kelib to'xtagan edik. Shu yerdan boshlaymiz. Endi bu bab Kitabul İman, iman bölümünün bab cihetin 29. bab endi bu. Babun hada babun as-salatu minal iman. Yani bu namaz imandandır degan bir bab. Bu namaz imandandır degan bir bab. Endi biz 5'te so'zlab bu masalani, iman masalasini 5'te so'zlab tahrir qilib o'tgan edik. Yani namaz min kemalil iman. Namaz min kemalil iman. İmanniki kamolatidan, imanning samaratidan. Odamning qalbida iman bo'lsa, buning mevasi nima? Namoz, amal, ibodatlar bo'ladi. Ammo namoz bo'lmasa desa, bu chaqda iymon naqs bo'ladi. Kamil iymon bo'lmaydi. Buning iymoni naqs odam. Bu iymoni kam odam bo'ladi. Iymoni to'liq odam bo'lmaydi. Iymoni to'liq odam bo'lish uchun cho'qim namoz bo'lishi kerak. Bunun delil keltirib dediki, İmam Bukhari namazning iymonni ekanligi Qur'oni Karimdan bir oyat delil keladi. Qur'oni Karimda namoz degan ma'no maqsad qilinib, lekin iymon degan ibora bilan kelgan. Oyatda va ma kana Allohu liyudhi'a imanakum degan oyatda Alloh taolo namozni iroda qilib, lekin iman degan lafz bilan keltirilgan. Chunki iman bilan namoz nima? İmanmı namoz nima? Namozmi imonga tava bo'lganlik uchun. Namozmi nima? Min kamal iman bo'lganlik uchun. Va qawlullahi ta'ala va ma kana Allohu liyudhi'a imanakum. Alloh taolo sizlarning iymoninglarni zoya qilib o'tadigan bo'lmaydi degani, ya'ni salatakum indal bayti. Ka'baning qishidagi, ya'ni Mekketul Mukarramada turib o'qigan namozinglarni, ya'ni Mekketul Mukarramada turib Baytul Muqaddasga qarab turib o'qigan namozinglarni Alloh taolo zoya qilib o'tgani yo'q. Ya'ni savobini zoya qilib o'tgani yo'q degan bo'ldi. Namozniki savobini zoya qilib o'tgani yo'q. Buni degan gap bizga bu siz tuanda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mekketul Mukarramada Ka'baga qarab namoz o'qiyam dedi yoki Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyam dedi? Bilamsizlar? Mekketul Mukarramada Payg'ambar alayhisalom Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mekketul Mukarramada Baytul Muqaddasga qaraganmi, Makkaga qaraganmi? Baytul Muqaddasga qaragan avval. Keyinchi? Keyin Makkadami? Keyin shu Ka'bani qarab o'qiganda. Yo'q. Makkada o'ylaysiz. Ha, Makkada o'ylaysiz. Madinada Baytul Muqaddas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam diqqat qilaman. Hozir Mohidisda Payg'ambar alayhisalom 16 oy yoki 17 oy Madinada Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qidi deydi. Bu gapning qanday ma'nosi qildi? Payg'ambar alayhisalom Madinada 16 oy yoki 17 oy Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qidi Yahudiylar bilan insubat edish uchun. Keyin qibla Makkaga o'zgardi, Ka'baga o'zgardi deydi. Demak, Rasululloh Makkada qayon qarab namoz o'qigan? Ka'bani. Endi Ka'bada butlar bor edi u chog'da. Ka'baning ichida 360 ta but bor edi. Payg'ambar alayhisalom butga qarab namoz o'qimaydi.
Anda olganda qanday o'qiydi? Mesela bir adam yazır İmam Bukhari deydiki indel beyti yani salatekum indel beyti degan gap sizlar yani sizlarning Kabe'de indel beyt Kabe'nin qishida yani Mekke'tul Mukarramada turib Beytul Muqaddasga qarab o'qigan namozingizning savobini zayo qilib o'tgani yo'q. Shuni indel beytni qistirib qo'ydi. Yani İmam Bukhari demoqchi bo'lgani Rasululloh Mekke'tul Mukarramada nimaga qarab namoz o'qigan, Beytul Muqaddasga qarab o'qigan namoz o'qigan deydi. Hem de İbn Abbas radıyallahu anh müşahhir rivayet kelgan. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah Beytul Mukaddes Mekke'tul Mukarramada Beytul Mukaddes qarab namoz o'qigan. Undan keyin u Beytul Mukaddesga qarab namoz o'qigandan keyin lekin namoz o'qigan bilan Kabe bilan Kabe'ni Beytul Mukaddesning orasida qilib namoz o'qidi. Kabe Resulullah bilan Beytul Mukaddesning orasida. Kabe keyin qilmaydi. Yani demek Kabe'nin aldığını kılattı, lekin maksidi ne? Maksidi Beytul Mukaddes. Lekin Resulullah Kabe'nin aldığını kılattı, Kabe Resulullah Beytul Mukaddes'in aldığını kılattı, Kabe Beytul Mukaddes bilen Resulullah'ın ki oturuşunu kılattı. Şunu anlama, mani biliyor ama. Şunun için ayet kudu ne düşündürür sizlere ama hadisini özü Resulullah Medine'de 16 ay ya 17 ay Beytul Mukaddes qarab namoz o'qidi degan gapdan sizlar Nikide anda da Resulullah Kabe'ga qarab namoz o'qitgan. Undan keyin Madinaga kelib Beytul Muqaddasga qarab namoz o'qitdi. Madinadagi Yahudilar bilan chiqish uchun. Undan keyin Alloh taolo yana oyat nozil qilib Kabe'ni Favalli vajhaka shatral masjidil haram. Yuzingni Masjidil Haram taraf yuzlandigin deb o'pdi deb o'yinib qolsalar. Lekin amaliyat bunday emas. Ya'ni faqat qibla yo'tkilish vaqasi bir qatim bo'ldi. Tushundingmi? Qiblaga ikki qatim yo'tkalganligi dalili yo'q. Agar Rasululloh Makka Kabe'ga qarab namoz o'qigan bo'lsa, Madinaga kelib tabiiyki Kabe'ga qarab namoz o'qiydi. Undan keyin Alloh taoladan hukm tushgan bo'lsa, Baytul Muqaddasga qarab hukm tushishi kerak. Bu hukm dalili yo'q. Demak, buni nima ko'rsatdi? Demak, Rasululloh Kabe'da hamiz butlar bo'lganligi uchun Kabe'ga qarab namoz o'qimagan. Kabe'ga qaragan, lekin Kabe'ni Baytul Muqaddas bilan orasida qarab namoz o'qigan. Tushunammi? Makkatul Mukarramada. Undan keyin Madinaga kelgandan keyin yana shu qibla bo'yicha bo'laverdi. Yahudilarniki qiblasi bilan bo'lmasa Yahudilarniki qiblasidan bilan. Yahudilar shu Baytul Muqaddasga qaraydi. Undan keyin bu yer Payg'ambar alayhisalom 16 oy 17 oy o'qib bo'lgandan keyin Alloh taolo tarbiya lekin Rasululloh davomli osmonga qaraydi. Alloh taolodan bir qachon bir vahiy keladiki, qachon bir qiblani Kabe'ga yo'tkaysan degan Veykilatikda Peygamber şunu arzu qilib davomli osmonga qaraydi. Makkada chaqda Kabe'ni o'ziniki Baytul Muqaddasni o'tirish qarab o'qigandan keyin jiq bir yo'lga jiq sezmagan edi. Ammo Madinaga kelganda Baytul Muqaddas bilan Kabe'niki nimasi udilgan edi. Kabe'ga qarasa, uzib qarshi. Kabe'ga qarasa Baytul Muqaddasga qarash mumkin emas, Baytul Muqaddasga qarasa Kabe'ga qarash mumkin emas. Lekin Makkada qaraya oladi. Makkada qaraya oladi. Şunu olan Allah Teala tarafından "Fevelli vechhaka shatral masjidil haram" degan oyat nozil bo'ldi. Shu hamon Payg'ambar alayhisalom namoz turib nimaga qiblani yo'tkaldi. Hatto sahobalar ham namoz o'qigan sahobalarni yeniga borib, endi degan Rasulullohning Kabe'ga qarab namoz o'qidik dedi. Ular namozning ichida turib Kabe'ga nima qildi cho'rildi. Ham mushahidasini tuvan chiqdi. Ol sanad muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy bunday dedi. Bizga Amr ibn Xolid hadis so'zlab berdi. Amr ibn Xolid bunday dedi. Bizga Zuhayr hadis so'zlab berdi. U bunday dedi. Bizga Abu Ishoq hadis so'zlab berdi. Abu Ishoq Bara'atni rivoyat qildi. Bara Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki mundaq bo'lganligini rivoyat qildi. Annan Nabiy sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kana avvala ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadi. Rasululloh Madinatul Munawwaraga Makkatul Mukarramadan hijrat qilib kelgan. Eng avval qadam ko'targan vaqtida o'zining ajdodlariga, ya'ni o'ziniki ona tarafidan bo'lgan buvilarniki yana tushdi. Aw qala akhwalihi degan gap min al-ansar. Ya'ni ansarlar bo'lgan o'ziniki ahval, onasiniki qarindoshlari. Ya'ni ona tarafdan bo'lgan tog'lari. Ona tarafdan bo'lgan tog'larni uyga tushdi. Ular o'z kimida Bani Najjar jamoati edi. Chunki Abdul Muttalib Makkatul Mukarramadan Madinatul Munawwaraga borib, shu yerda
nima Hashim Medine'ye bo'lib Medine'de şu Beni Neccar cemaatinde uylangan. Çünkü Beni Neccar cemaatinden Resulullah'ın buvisi birleşip gidiyordu. Kureyş cemaati tutuşup gidiyordu. Beni Neccar cemaatinden uylangan idi. Araplarning udul kelgan cemaatine uylanmaydi. Shu uzun cemaatiga tampon ham tankilarligidek, tantish bo'ladigidek ism nasabdan bo'lsa uylanadi. Uylandi, undan keyin Muttalib, ya'ni Abdul Muttalib shu Hashimniki ashadiki Beni Neccar cemaatidagi ayolidan tug'ildi. U yerda qoldi. Hashim uni keyin Suriyaga borib, Shamga borib, tijorat qilib qaytib ketdi. Keyin Hashim nimada vafot bo'ldi shu yerda, Falastinda vafot bo'ldi. Qaytib ketaman demakki. Vafot bo'lib, undan keyin Hashimning ukisi nima bo'ldi? Muttalib. Hashimning ukisi Muttalib edi. Muttalib nimani o'rniga xalifa bo'ldi. Hashimning o'rniga oqsoqol bo'ldi. Undan Makkaning oqsoqoli bo'ldi. Undan keyin hamda shu Muttalib keyin Hashimniki Madinatul Munawvaradagi tuqqanlarniki jamoatini, urug' tuqqanlarning qishidagi bir o'g'li bor ekanligini anglab, Madinaga kelib, Shayba edi ismi. Abdul Muttalibning ismi Shayba edi. Chunki tug'ilganda bir oqchash, Shayba degan oqchash degan. Bir oqchash bilan tug'ilgan edi. Shayba edi ismi. Bu yerdan elib ketdi. Tog'larning qo'lini elib Makkaga elib bordi. Makkaga borganda butun makkaliklar qarab tunmaganlik uchun, Abdul Muttalib tunmaganlik uchun Shayba edi ismi. Uni nima deb ism qo'ydi? Muttalib Abd ibn Sitwaga o'xshaydi. Yani Shamdan Abd ibn Sitwaga o'xshaydi deb Muttalibning quli deb ism qo'ydi. Abdul Muttalib degan ya'ni Muttalibning quli degan. Muttalibning quli deb atashdi. Shundan keyincha bu ism bilan mashhur bo'lib qoldi. Muttalib dunyodan ketgandan keyin Abdul Muttalib Makkaning oqsoqoli bo'ldi. Intayin mard, jasoratlik, xalq uchun jon ko'ydiradigan, nihoyat saxovatlik, ism sifatli kishi edi. Zamzam qudug'ini Abdul Muttalib qolib topgan edi. Zamzam qudug'ini Abdul Muttalib qolib topgan edi. Endi mana maqsad nima deganda Rasululloh Madinaga borganda yana dastlabda o'zining ona tarafdan bo'lgan degan gap, hattoki Rasulullohniki nimasi Muttalibning onasi bilan Bani Najjar jamoatidan Madinadan, hatto keyin Abdul Muttalib, Abdullah degan o'g'li Rasulullohning otasi Abdullahni elib Madinaga borib, Hazrati Amina ham kimdan? Bani Najjar jamoatidan. Rasulullohning onalari Hazrati Amina xonimi ham u Bani Najjar jamoatidan. Borib, Bani Najjar jamoatidan Hazrati Aminani o'ylab qo'ydi. Shuning bilan demak Rasulullohniki onasi nimadan ekan? Bani Najjardan ekan. Muttalib, ya'ni Abdul Muttalibning onasi ham yine Bani Najjar jamoati Madinada. Shunday emas, Rasulullohniki demak Madinada nima suva degan gap tikiwa degan gap. Yani nazala ala ajdadihi. Rasululloh Madinaga avval kelganda o'zining ajdodi degan ajdod deb qo'ygan. Oti bo'liniki yana tushdi. Aw qala ahvali yoki ona tarafdan bo'lgan tog'larni yana tushdi. Minal ansarlar. Tabii ki bular ansarlar dedi. Ve ennehu salla qibala al-Beytil Maqdisi qibala Beytil Maqdisi 16 şehra ev 17 şehra. Peygamber Aleyhisselam Beytul Muqaddas tarafga qarab 16 oy yoki 17 oy namoz o'qidi. Manda deganlik Madinaga kelib qibla yo'tkirib o'qidi deganlik emas. Ya'ni uni burunma Makkada Beytul Muqaddas qarab o'qidi, lekin Beytul Madinaga kirib qancha o'qidi desa, jami 16 oy yoki 17 oy o'qidi. 16 oy yo'qdan keyin desa Makkaga yo'tkirdi qibla degan. Ve kana yu'jibuhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni an takuna qiblatuhu qibala al-bayti. Baytulloh tarafga bo'lishi intayin yu'jibuhu Rasulullohga yoqatdi. Men shunga ajablanadi degan gap. Rasululloh qiblam bir nimaga bu bak yaxshi bo'ladi, yana qiblamiz Ka'ba tarafga bo'lgan bo'lsa bak yaxshi bo'ladi deydi. Ve ennehu salla evvela salatin sallaha salatal asr. Aynda arzu qilgandan keyin bu yerda bir mahsubat var. Alloh taolo nima qildi? Favalli wajhaka shatral masjidil haram degan oyatni nozil qildi. Anladın? Ayet nazil qilib, shundan Peygamber Aleyhisselam nimaga namoz Ka'baga oldini qildi. Ve ennehu salla evvela salatin sallaha salatal asr. Peygamber Aleyhisselam
Kabe'ga aldığını kılıp Medine-i Münevvere'de Kabe'ga yüzünüp okuyan namazının en birinci namazı kas namazıydı. Esir namazıydı dedi. Resulullah Kabe'ga aldığını okuyan namaz birinci namaz esir namazıydı. Yani demek esir vaxtida nima qilgan bu buyruq nazil bo'lgan degan gap. Va salla ma'ahu qawmun. Payg'ambar alayhisalom bilan birga bir muncha qavm namoz o'qidi birga. Asr namozini Kabe tarafga qarab. Fa kharaja rajulun mimman salla ma'ah. Payg'ambar alayhisalom bilan birga namoz o'qigan odamdan bir odam chiqdi deydi. Bu odam bo'lsa rivoyatlarga asoslanganda u Ubbad ibn Nahik degan odam ekan. Bu adam çıkıp Peygamber namaz kılan adam femerra ala ehli mescidin bir mescidin ehliga öttü deydi. Femerra ala ehli mescidin bir mescidin ehliga öttü ve hum raki'un. Ula asr namazı okup nima ruku qilg'iliq edi. Hammasi ruku qilg'iliq holatda edi. Faqala ashhadu billahi laqad sallaytu ma'a Rasulillah sallallohu alayhi vasallam qibala Mekkah. Men Alloh taolo bilan guvohlik beramanki, men Alloh bilan guvohlik beramanki, men haqiqatan mu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birga Mekke tarafga qarab namoz o'qidim deb shunda dedi. Fadaru. Ular hammasi rukuda turib, namozda turib, hammasi aylandi. Lekin Mekke tarafga. Kamahum qiblan Madina. Shunda kamahum degan shunda holatida Baytulloh tarafga, ya'ni Kabe tarafga aylandi. Va kanat al-yahudu qad a'jabahum. Yahudilarga İz kana yusalli qibala Baytul Muqaddas. Peygamber Efendimiz Baytul Maqdis tarafga qarab namoz o'qigan vaqtida Yahudilarga bek yaqatdi. Rasulullahning qiblasini yaxshi ko'radi. Ha bizning qiblamizga qarab namoz o'qiydi deb. Va ahli kitob ham yaxshi ko'radi. Falamma walla wajhahu qibala al-bayti ankaru zalik. Peygamber alayhisalom yuzini Baytulloh tarafga qilibdi, yuzga turibdi. Ular unga inkor qildi. Unga Peygamber sallallahu inkar qildi. Dastlabda Baytul Muqaddas qarab o'qganda inkor qilmagan edi. Yani yaqatdi. Musulmon bo'lmasa ish qilib, biz qiblamiz bir yerda bir oz bo'ladi. Keyin Kabe'ga qaragandan keyin hammasi tixmi dushman tutib, tixmi ashaddiylashdi. Tixmi inkor qilgan bo'ldi. Endi shu oyatdan bu hadisdan chiqadigan mazmun abad men degandek Makkaniki shu Rasulullahning qiblasi Makkada chaqda Baytul Muqaddas qarab o'qigan. Kabe'ni Baytul Muqaddasdan arasida qilib o'qitdi. Madinaga kelganda 16 oy yoki 17 oy yana Baytul Muqaddas qarab o'qidi. Undan keyin qiblaga Kabe'ga oldini qilish haqida oyat nozillab Kabe'ga oldini o'qidi. Bu bir. Ikkinchisi yana xabar ahad ham qabul qilinadiganligining dalili chiqdi men. Xabar ahad. Xabar ahad agar sahih bo'lsa qabul qilish degan bir dalil chiqdi. Chunki bir sahoba Rasululloh bilan namoz o'qib, namozni qiblaga oldini qilib turgan biz Makkaga qarab namoz o'qidik degan xabarni eliblam kelib, ular devidi namozni turiblam qiblani o'tkazdi. Ular nima qilmadi? Siz bir odamning xabarini qabul qilmaymiz, cho'qim 2-3 bo'lish kerak degan gapni qo'ymadi. Nimishqa deganda bunda ikki sabab. Biri sahobalarimiz adil. Sahobalarning hammasi nima? Adil, adolatli edi. Boshqa odamga o'xshatmaydi sahobalarni. Keyin nima uchun mutawatir, mashhur, ahad degan keyin nima uchun chiqdi desanglar? Chunki keyin chiqishiga sabab Rasul Buxoriy bilan Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Davud Nasaigacha bo'lgan oyliqda bir muncha odamlar qildimi? Ular hech qanday sahobalarga o'xshamaydi. Sahobalardek iymoni kuchli, sahobalardek adil emas, adolatli emas. Shu sababdan ularni qancha jiq odam bo'lsa shuncha kuchli hisoblangan bo'ldi. Bo'lmasa, agar hammada sahobalardek ayda kuchli, iymoni kuchli, ayda sodiq, ayda adolatli bo'lgan bo'lsa edi, bir odam bo'lsa kifoya qilib o'xshash qo'yni aytib o'xshashmani degan bo'ladi. Tushundingmi? Xo'sh, endi nima deydi bu yerda? Qala Zuhayr degan shu hadisning raviylaridan biri. Haddathana Abu Ishaq. Zuhayr degan ya'ni Buxoriyninki shayxining shayxi. Tushundingmi? Imom Buxoriyning shayxining shayxi kim? Zuhayr. Zuhayr mundaq dedi. Haddathana Abu Ishaq. Bizga Abu Ishaq Bara radhiyallohu anhu hadis so'zladi fi hadisi hada. Mushahidisida deydi. Endi ilgari sanatdan farqini nima desanglar? Haddathana Zuhayr, qala haddathana Abu Ishaq an al-Bara. Demak, ma'nikin ulab kelibdi endi yana. Ta'liq kam bu, ta'liq. Qala Zuhayr ilgari hadisga kelib bitgan ta'liq kam bu. Ta'liq muallaq degan qanday deganki nimada o'qiysizlar.
Haddesena Ebu İshak anil Bara. Ebu İshak Bara radıyallahu anh'ın müşahidesi dedi ki ennehu mâte alel kıbleti yani çokum şen yani şallık söz çok iyi diyen şen diyen gep damir şen yani şallık söz yani demek çoğan gepimiz çok iyi dedi. Mâte alel kıbleti qabla en tuhawwala ricalun ve kutilu. Kıblige mâte alel kıbleti qabla en tuhawwal. Yani Beyt-i Mukaddes yani ilgili kıblige namaz kılgan halatta qabla en tuhawwal yani ilgili kıbleye yötkülüştün burun ricalun bir münce adamlar ölüp gitti. Ve kutilu bazıları canlı şehit kılındı, öldürüldü. Felem nedri ma naqulu fihim. Biz ular hakkında ne diyişini bilemeye kaldık. Amdı. Bula kıble ki nemige kâb geldi. Beyt-i Mukaddes qarab okugan namazları kabul oldu mu, kabul olmadı mı bilemeye kaldık. Şunda ayet türbedik. Fe enzelallahu Teala Allah Teala bunu ayet nazil kıldı. Ve ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Yani Allah Teala sizlerin imanınla yani Beyt-i Mukaddes qarab okugan namazlarını zaya kılıp etkini yok. Yani Beyt-i Mukaddes qarab okugan namazlarının savabını zaya kılıp etkini yok diyen ayetini nazil kıldı deydi. Hoş demek yani bab bilen boğan münasebet demekken İmam Bukhari yani namaz diyen Kur'an-ı Kerim'de iman diyen lafızdan geldi. Demek namaz bunu mu den imandan diyen delilge delil kısmı ekili vatandaşı. Demek namaz okumak adam iman tutulaması gibi. Yani bunu la yücedu lehu kemal iman. Onun kemal iman yok. Hep iman tutulaması. İman kam, iman noksan. İmanı kota. Namaz okumak adamın imanı noksan, kam diyen gibi. Yani devzak kirdan gibi. Namaz okumak adam mıkırdı Allah Teala eğer rahmet kılmasa, eğer şu dünyada kazasını okup tövbe kılıp Allah Teala kat istiğfar etmese ne mıkırdı her bir kaza kanamızı 80 yılında da tükep çıkan gibi. Allah Teala sağ olsun. Allah Teala bana versin. Hoş. Hoş. Emdi gelgen bab olsa babu husni islamil mer'i. Bu bab olsa insanın İslam'ının güzel buluşu. İnsanın İslam'ı güzel olsa kandak buludu. Böyle Müslüman bulup boğandan keyin yaxşı Müslüman bolsa kandak buludu. Yaxşı Müslüman boğan bilen yani normal yoki yamayak Müslüman yoki normal Müslüman boğandan farkı barmı yok mu? Degan bir bab. O senedi muttasilimiz bilen İmam Bukhari aytgan, İmam Bukhari mundaq dedi. Malik mundaq dedi. Akhbarani Zeyd ibn Eslem. Bana Zeyd ibn Eslem haber verdi. Enne Ata ibn Yasar'ın akhbarahu. Bana Zeyd ibn Eslem Ata ibn Yasar'ın onunla mundaq haber bergenligini haber verdi. Ata ibn Yasar Zeyd ibn Eslem'ge Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın haber kılganlığını haber kıldı. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu Resulullah'ın mundaq davat kılganlığını anlaganlığını haber kıldı. İza eslemel abdu fehasune islamuhu. Kaçan ki bende Müslüman olsa fehasune islamuhu onun İslamı yaxşı olsa yukeffirullahu anhu kulle seyyiatin kana zellefaha. Allah Teala onundan kana zellefaha diye ay kaddamaha diye oldu. Yani ilgili kılgan hem yamanlığını kafayat kılıp üçü ötüdü. Şunu olma bir adam Müslüman bulup İslam'ına ait İslam yaxşı olsa İslamiyet'in burun kılgan günahlarını yapıyor. Şunu olma İslamiyet'in her kanda günah kılgan olsa hemmesini Allah Teala mağfiret kılıp ötüdü, keçir ötüdü. Ve kana ba'de zalika kısas. Şunu ma tülgen de ba'de musliye gideme evvel tahliye thumma et-tahliye. Yani xuddi şunun oxşaş, şunun mutabık, şunun münasifada avval günahlardan nima? Yulunup çıkış. Onundaki taat amel ibadet yüzünü sildirme. Xuddi shuningdek Allah Taala desepti günahını nima qiladi? Mag'firat qilib kechirib o'tib, onundaki savab berishga boshlaydi. Va kana ba'da zalika al-qisas, yani onun ilgi o'tgan günahini hammani mag'firat qilib o'tib bo'lgandan keyin al-qisas. Qisas endi bilamsizlar, qisas degan nima? Qisas degan nima? Ha? La. Qisas degan gap mujazah degan gap. Mujazah. Yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik. Tushunamizmi? Faqatlam amr bunda qisas elish deganda bizning tilimizda nimaga ko'nab qolgan?
Aş bir yerden ötürüp atsa, ya şunu canımı can kanı kan degenge kep qag'ash bo'lmasa, amaliyotda qisas degan gap nima? Qassa yaqussu desa, qassa degan gap izidan ma'no degan gap. Keyin agish ma'no degan gap. Yani mujazat degan gap, ya'ni jazo. Ya'ni yaxshi inkana khayran fa khayr va inkana sharran fa shar. Yaxshilikqa mukofot berish, yomonlikqa jazo berish degan gap. Yani shu qisas degan gap, ya'ni uniki va kana ba'dal qisas. Yani gap ashundan keyin, ya'ni uniki hamma yomonligini, ilgirchi yomonligini uchut mag'firat qilib qo'ygandan keyin mujazah bo'ladi. Yani gap mukofotlash. Uni qilgan yaxshiligiga mukofot berish. Al hasanatu bi ashri amsalha degan. Har bir yaxshilik o'zining 10 o'xshishi bilan 700 hasiga chiqib ketadi. Bir yaxshilik qilsa 10 o'xshishining savobi balki 700 o'xshishining savobigacha qadar. Uning uchun ixlosi qarab qolmaydi. Qanchalik yaxshi qilgansizlar, inson ibodatni qancha ixlos bilan, qancha komil qilgansizlar savob nima qiladi? Ko'payadi. Qancha g'ofil bilan qilgansizlar savob kamaydi. Va sayyatu bimisliha, shu qisasda nima deydi? Yaxshilik yomonlik yomonlik gibi. Va sayyatu bimisliha, yomonlik har yomonlikqa o'zini o'qishi bilan nima yoziladi? Gunoh yoziladi. Yani bir yomonlik qilgan bo'lsa, bir gunoh yoziladi. İlla aytajavazallohu anha degan. Faqatla Allah uni qilgan yomonlikni o'tib etsa, bu chaqda uni qilgan yomonlikqa yomonlik yozilmaydi deydi. Demak, mana bu hadisdan biz nima ko'rib oldik? İnsonniki islomi yaxshi bo'lsa, shart shu, shart. Islom yaxshi bo'lsa, buni ilgari har qanday gunoh qilgan bo'lsa, nima qiladi? Alloh taolo uni gunohini o'tib o'tadi. Undan keyin islomi yaxshi bo'lsa, buningga shu eng ozni 10 dan boshlagancha, har bir yaxshilik 10 dan boshlagancha 700 gacha mukofot bo'ladi. Ammo yaxshi bo'lmasa desa, islom mutlaq islom, ya'ni bilasiz mutlaq islom undan ilgari qilgan gunohlarni yiqib tashlaydi. Inna islama yajubbu ma qablahu. Islom uning ilgisini yiqib tashlaydi. Ammo islomniki yaxshi bo'lish uchun savobni 10 dan tortib netigacha 700 gacha ko'taradi. Agar yomonlik qilsa desa, yomonlik qilib bir yomonlik yoziladi, bir gunoh yoziladi. Balki agar Alloh taolo o'tuvasicha u yomonlikma yozilmaydi. Allohumma ij'alna minal muhsinin. Allahumma ighfir li sayyi'atina ya rabbal alamin. Xo'sh. Endi hadathana Ishaq bin Mansur. Bizga Ishaq bin Mansur hadis so'zlab berdi Imom Buxoriy. Ishaq bin Mansur mudaqdi bizga Abdurrazzaq hadis so'zlab berdi. Abdurrazzaq deydi bizga Ma'mar Hammomdan rivoyat qilib xabar qildi. Hammom Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi. U zot mundaq dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundaq dedi. İza ahsana ahadukum islamuhu, qachonki sizlarning biringiz islomini yaxshi qilsa, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha. Uni qilgan har bir yaxshi amali yaxshi amaliga uning 10 o'qishi bilan 700 gacha savob yoziladi. Har bir yomonlik bo'lsa, uni qilgan har bir yomonlikqa u yomonlikning o'qishi yoziladi. Demak, ilgari kelishdikdan agar Alloh taolo o'tib olsa, uni yozilmaydi degan illa aytajavazallohu anha degan jumla kam. Uniki ilgari hadis bilan nimalar o'xshamaydi? Raviylar o'xshamaydi, tushunarmi? Raviylar boshqa. Demak, ilgari Abi Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, muhaddischi Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Demak, Imom Buxoriy o'xshash hadisni akib qo'yishiga sabab ma'no o'xshashgan bilan, nas o'xshashgan bilan isnod o'xshamaydi. Bu hadisning kuchliligini bildirdi. Xo'sh. Babun ahabbu ad-dini ila Alloh azza va jalla adwamuhu. Alloh azza va jallaga dinning eng do'stroqi, dinning eng davomlashqanligi. Ya'ni men sizga o'tganda aytgan dinning e'tiqod degan ma'nosi bo'ladi, shariat degan ma'nosi bo'ladi, islom degan ma'nosi bo'ladi, amal degan ma'nosi bo'ladi. Amal. Dinning amal, miyadagi amal degan ma'noda. Ya'ni Allah Teala en yaxshi ko'radigan amal advamuhu. Allah Teala en davomlashgan. Hatta bir rivoyat va in qalla az bo'lsa-mu davomlashgan amal nima? Allah Teala yaxshi ko'radigan amal. Ya'ni biz agar biz darsni az yapsak-mu, davomlashsa Allah Teala yaxshi ko'radi. Jiq ikki varaqni olib bir olib qo'ygancha mancha yo'qlab ketsak, uni Allah Teala yaxshi ko'rmaydi buni. Tushundingmi?
Ve bihi ileyhi kâle haddesena. O senede muttasim İmam Bukhari etken, İmam Bukhari mundaq degan. Bizga Muhammed ibn Musanna hadis so'zlab berdi. U zot mundaq degan. Bizga Yahya ibn Hisham hadis, bizga Yahya Hishamdan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Hisham mundaq dedi. Manga mening dadam Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilib xabar qildi. Aisha radhiyallohu anhadan annan Nabiy Peygamber Aleyhisselam'niki uning qishiga kirganligini va uning qishida bir ayolning borligini rivoyat qilib, qala Rasululloh mundaq deganligini rivoyat qildi Aisha radhiyallohu anha. Men hadihi Rasululloh mundaq dedi. Men hadi kim bu? Qalat Aisha radhiyallohu anha dedi ki fulanatu falan xan. Tezkur min salatiha. Yani uniki uzun namazıdan Bizniki muncharak mundaq namoz o'qiganligini so'zlayotdi bu deb shunday dedi. Qala Rasululloh dediki, "Mah." Nega to'xtab gapdi. Mahdiga ukfuf degan bo'lmas. Kuffu lisanak degan tilingni yer. Demam degan. To'xta. Alaykum bima tutiqun. Sizlar toqat keltira oladigan narsani lozim tutinglar. Alaykum degan gap ya'ni alzimu bima tutiqun degan. Sizlar toqat keltira oladigan, kuchingni yetadigan Madalarını yetadigan amalni lozim tutinglar. Fa vallahi la yamallullohu hatta tamallu. Alloh bilan qasamki, Alloh taolo zikr qilmaydi toki sizlar zikr qilmoqchi. Ya'ni bunda nima gap? Siz zikr qilmasangiz Alloh taolo zikr qilmaydi. Siz zikr tashlab qo'ysangiz Alloh taolo sizni zikr qiladi. Sizni zikr Alloh sizni zikmaydi. Sizlar qanchalik ibodat qilsangiz Alloh taolo sizni zikmaydi. Ammo sizni zikr qilib qolasizlar. Bilamsiz zikr qilish degan gap sizlarga malollik etadi. Sizlarga malollik etadi. Malollik etib sizlar charchab qolasizlar. Sizlar ibodat qilishdan charchab qilolmaysizlar. Qilolmagandan keyin tashlanib qoladi. Unda bo'lgandan keyin Alloh taolo qanday amalni bak yaxshi ko'radi? Davomli bo'lgan amalni yaxshi ko'radi. Va kana ahabbat-dini ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu. Va kana ahabbat-dini ilayhi. Endi yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga taat amal ibodatning eng suyumliklari ma davama alayhi sahibuhu. Shu taat amal ibodatni uniki igisi, qilguvchi taat amal ibodat qilguvchi davomli qilgan ibodat Rasulullohga eng suyumliki. Rasululloh eng yaxshi ko'radi. Ammo yeni bir hadisda bir şeydeki ve kana ahabbu din ilayhi deganda ilalloh azza va jalla Alloh taolo qo'ygan hadis bor. Tushunarlimi? Bu yerdeki ma o Masiyah'tan Resulullah'a Ayşe Hanımız Resulullah'a qaytgandek chiqib turdi. Ammo babniki nima tarjimatni qolsa, tarjimatul babni nima deydi bilim degan, "Habbud dini ilalloh azza va jalla advamuhu" degan ma. Buni Alloh taolo qaytsak yana Payg'ambar sallamniki hadisining davomi bo'ladi. La yamallu wa tatamallu va kana habbud dini ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu degan hadisining davomi bo'ladi. Ya'ni ikki xil ehtimol qolmadi desam. Biri bu Ayşe Hanımızı qaytib Ayşe Hanımız ya'ni Rasululloh eng yaxshi ko'rgan amal davomli bo'lgan amal edi degan bo'lishi mumkin yoki Rasulullohniki hadisning nasligi davomi bo'lib, ya'ni Alloh taolo zikr qilmaydi. Ondan Alloh taolo eng yaxshi ko'rgan amal davomli bo'lgan amal deb deymiz. Hech kim ma'ni to'g'ri bo'ladi.